Yordam beringlar. Kim bor? Yordam beringlar. Farzandim o'lib qoladi. Sekinroq, namuncha baqir-chaqir qilasiz. Siz bolangizdan boshqa kasal yo'qmi bizda? Hozir qizim o'lib qoladi. Shuna qizimga qarang. Yo, oldin to'lov qiling, keyin qaraymiz. Hozir pulim qolib ketdi. Telefonim bor. Telefonimni zalogga qo'yib Sizda qalay ko'p cho'rinib yotganingizni qarang. Oxirida ehson qilinglar deb ketaverasizlar. Ana kassa borib to'lov qilay oldim. To'lov qilaman, bo'lmasaydi. Shunchalar qimmatmi, shu pulsiz zulmatmi? Boylik eng ulug' ne'matmi? Yo'qmi inson qiymati? Dunyo. Bolam, meni kechir. Kambag'alligim uchun meni kechir, bolam. Yo'qmi inson qiymati? O'ylab qolaman o'tkinchi olam. Mol dunyo. Voy, assalomu alaykum. Nima bo'ldi bu qizchaga? Alaykum assalom. Bandani bular kelishdi, bular qaraymisizlarmi? Yo'q, bular oldin kassaga to'lov qilishlari kerak. Bu yangimisan deyman. Bularga qaramanglar qilasizlar, tashib ko'rishadi. Sotuvda badan, tavba qil qo'rq Alloh taftidan. Bu pul inson qadridan ustun emas, tushundingmi? Do'stim, ham pulni oling. Yo'q, kerak emas aka. Pul qo'lga kira. Bugun menda bor, ertaga sizda ham bo'ladi. Yoki sizni hozirgi holatingiz bir kun kelib menda ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun hozir buni olib, yaxshi kuningizga ishlating. Texnosity firmasi nomidan sizga ehson bu. Chin yurakdan. Rahmat. Sen bugundan boshlab ishdan bo'shading, tushundingmi? Senda kerak joyi yo'q bo'ldi. Men bu xo'jayin ukasi bo'laman. Shunchalar qimmatmi, shu pulsiz zulmatmi? Boylik eng ulug' ne'matmi? Yo'qmi inson qiymati? Dunyo shunchalar qimmatmi, shu pulsiz zulmatmi? Boylik eng ulug' ne'matmi? Yo'qmi inson qiymati? Tan olaman ko'p narsa bog'liq pulga, sizmayman mayli qarshi oqimga. Kechib ketdi bir chaqa deb og'ir botdi dilga, bor bog'liq narsalar